4. bölüm. Səbdaşlar xeyli pulluq bo'lib qilishdi. Yo'l xarajatlaridan boshqa hammamizga tunji maash, 8 oylik ish haqimiz tarqitib berildi. Ertasi xeyli yaxshi tayyorlik qilib, kashlikka ziyofat uyushtirdik. Ziyofatga Osman Zulxumarni do'stlari bilan taklif qildi. Men Alanurni do'stlari bilan chaqirdim. Shunda qilib, bizning kashki o'ltirishimiz xeyli ko'ngilli o'tkazildi. Tamoqdan keyin tans o'ynashdik, naqsh etishdik, sirdashdik. Kech soat 12 bo'lganda biz qizlarni yotoqlarga olib borib qo'ydik. Ular atiyarlikka qatnash bekitiga berib, janubga mangdiganlarni uzitib qo'ygan bo'lishdi. Biz altimiz qaytib kelgandan keyin boshqadan o'ltirish qildik. Xeyli jiqishdik. Qo'rsaqdagi gaplar chiqishga boshladi. Men sana ochiq aytib qo'yay, dedi Osman. Mas ko'zlarini menga tikib, sana bo'lgan ishonchim bugun, ya'ni 1957 yilning 26 avgust kuni butunlay oxirlashdi. Sen heyli ishlatib bizni yo'lga sapsan. Sening meni yo'lga selishdiki xarising, menga bugun oqshom oydin bo'ldi. Nima uchun Zulxumar ha deslar seni tansiga tortadi? Bu albatta tushunishlik. Bundaq masalalar to'g'risida saq vaqtingda so'zlash, dedim men uningga eg'ir besiqlik bilan. Biz erta xo'shlashimizga boshqa ko'ngli yurak gaplarni qilsangchu, Osman. Men pushaymon qilyapman. Sening gapingga kirib, o'z yurtimni tashlab chiqibdiman. Est. Sen bizni o'zingning shon sharafi uchun qurbon qilding. Biz seningdan bu hisobni olamiz. U ustal mushlashga boshladi. Menga u behuda azor beryotdi. Urumchida qilish niyati ishga oshmagandan keyin u bahona qilib biz bilan deyishmoqchi bo'lib yuradi. Men ortiq ahonatga chiday olmadim-da. Yana-chu, dedim men o'zimni tasda tutib kulimsirab. Zulxumar nima uchun seni alayda tabrikladi? Alayda tansiga tortdi. Buning sababini deb berasan. Mening g'azabim o'rlashga boshladi. Dal shu chaqda Hoshir uning oldiga keldi-da, "Sen Osman, tilingni sal yig'ib ol", dedi qat'iy qilib. Har qancha gaping bo'lsa, yo'lda borguncha men senga javob bera olmayman. Men a'lodan javob olaman. Mening a'lo uchun javob bera olishimga ishonmamsan? Osman ün chiqmadi. Mening uningga birdilla ichim og'ridi. Uning shuncha xafa bo'lishining sababi noyida oddiy. Zulxumar oqshomqi o'ltirish tugagicha uningga parvosiz qaragan edi. Osmanga alam qilgani qizning uni Janubiy Shinjonga berishga ma'qul qilib bo'libla uningdan o'zini qochirgan edi. Albatta, Osman Zulxumarning nima uchun xafa ekanligini bilmaydi. Men ichimda nima bo'lmasin qizga xizmat ishlab, Osmanning xotirjamga ishlashiga yordam berishni qo'rsqimga bukib qo'ydim. Do'stimga yordam qilish g'arizi ko'nglimga kelish bilan uning bo'lgan g'azabim birtilla yo'qoldi va men hech narsa bo'lmagandek Osmanning bo'yniga kira soldim-da, uni bezlashga boshladim. Xotirjam bo'l, Zulxumar sana xat yozdi. Bilamsan, qizlar bir yigit bilan do'stlashganda noyida yaqin bo'lardim. Qanchaki uning do'stligi muhabbatga o'zgardi ekan, yigitga u salqin muomala qilishga boshlaydi. Demak, Zulxumarda o'zgarish bor. U sana xati orqali buni bayon qiladi. Osman mo'ldirlab turgan yoshlik ko'zlari bilan menga uzoq qaradi-da, birdilla esildi va yuzini yuzimga yoqdi. Shu peti Osman uxlab qoldi. Biz uni karvatiga yotqizdik. Uning so'lg'in chiroyida yoshirin xo'shallikning belgilari xira bilinib turadi. Men mehribonlik bilan uning budur chochlarini sildim. Kecha jimjit, ochiq derazalardan salqin shamol kirib turadi. Shamol birda ustal ustidagi qog'ozlarni shildirladi, birda do'stlarimning yuzlarini siypab, chochlarini yalpiydi. Lekin do'stlarim buni sezmaydi. Ular qattiq uyquda. Yolg'iz menla u yoqdan bu yoqqa menib yuraman. Mening bu uzun yillik sabdoshlarim atiyarlikka meni tashlab ketishidi. Faqat menla birmu do'stim bo'lmagan shaharda qolaman. Jamiyat shuncha avvat, odamlar shuncha to'lib bo'lsa-mu, ko'ngildagi do'stlaringdan biror yoningda bo'lmasa, baribir cho'lda yashagandek kun o'tkazsan. Men atiyarlikka yolg'izligimni boshlayman. Kunlarni bosh cho'kirib kitob o'qish bilan o'tkazaman, lekin do'stlarsiz mening xo'shaliqim bo'larmi? Xo'shaliqsiz hayot birovning yukini behuda dumbanga ortib olgandek avorchilik tuyulmasmi? Men Hoshirning yoniga keldim. U salom berayotgandek qo'llarini ko'kragiga ilib uxlayotdi. Uning chin yumilgan lablarida qandaqdir yoshirin kulga jilvinadi. U balkim uxlash oldida qilgan xiyolda
Xotan viloyatlik madaniyat ma'rif idorasiga yanala eng yiroq, eng qiyin yezlarga berish to'g'risida talab qo'ygan va o'zining qaysar irodasini bayon qilgan bo'lishi mumkin. Men uning ko'krigiga qo'yib olgan qo'llarini yeniga tushirib qo'ydim. Uning qovul, qatmal qo'llari o'z hayotini mo'jiza yaratishga bag'ishlagan odamlarning qasam ustidagi qo'llardek mustahkam edi. Uning o'ng yonida qurmash, so'l yonida tosh yotadi. Ular gavdalik hoshimning yonida kuchlik qo'g'dug'ichisi bor yosh bolalardek xotirjam uxlamoqda edi. Men amdila 18 yoshga to'lgan ikki do'stimning yuziga ko'z yoshlarimni temitib, yuzimni yoqdim. Men navbatda Osmonga uningdan o'tib yalangla tugilib yetib olgan Namatga qaradim. Gerçi Namat oqshomqi o'ltirishdimi, qizlarga adabsiz qiliqlarni qilib, g'azabini o'rlatgan bo'lsa-mu, lekin u shu topda menga qadrli va baxtli ko'rinmoqda edi. Chunki u nimali bo'lmasin, ko'zlagan yeriga qarab ketyotdim. Jamiyat uni o'z iqimida laylatib yurib, farosatlik, jur'atlik va qo'ldan ish keladigan odamlarning qilib chiqishi mumkin-ku. Men uningga o'zimning yotqinini yepib qo'ydim. U o'zining yuk taqini tengvatgan edi. Men do'stlarimning qanchalik aylanganimni bilmayman. Ish qilib ularning jamoliga to'yga chiqardim. Qayta-qaytlab ular bilan xo'shlashdim. Ko'risharmiz yana degan so'zni aytmoq oson, lekin fursat kelmagi nihoyat qiyin. Do'stlarimning ba'zilari bilan mushu ko'rishganim oxirgisi bo'lib qolamdi texi. Oylar, yillar bizning hayotimizni qadam-qadam o'zgartib, hozirgi jushqin yoshlarning turmushining ochiq-chuchukini tetigan buvaylardan qilib chiqishcha bir-birimizni qancha-qanchalab seg'inarmiz, yod etarmiz. Bir ko'rishsam edi ha deb armon qilisharmiz. Lekin yillar bizning yuzlarimizga qo'riqlarni, chochlarimizga oppoq qiruvlarni qo'ndirib, bizni go'zallik, sho'xlik, manmanlik, havoyi havaslardan mahrum qilishi mumkin-ku. Lekin hech qanday kuch qadrdan do'stlarni bir-birini seg'inishdan, yod etishdan mahrum qila olmaydi. Sen baxtdan xushal bo'lganingdimi, beshingga kun tushib sarg'ayganingdimi, do'stlaringni seg'insan. Ularning badanidan keladigan puroqni hamma nimadan qimmatlik hisoblaysan. Men do'stlarim to'g'risida xiyol qilib, zodila uxlay olmadim. Oxiri yurak to'lqinlarimni besish uchun qo'limga qalam oldim-da, ularga atab she'r yozdim. Mana hissiyotliq so'zlarni izlamoqdaman. To'xtamay quyulayotgan ko'z yoshlarimni surtmoqdaman. Shunda qilib, hayajon va ko'z yoshimdan yozgan she'rimmi bitdi. She'rimga "Xayr do'stlar" deb mavzu qo'ydim. Mengib yurib, xayr do'stlarni yoda o'qidim. Men yolg'iz bodada qoldim do'stlarim. Armanim sizlarga bo'ldi safardosh. Muhabbat rishtisi doim uzilmay, judolik dardiga berarmu bardosh. Qadrdon qaysarim talabjon hoshir, qo'zidak muloyim tosh bilan qurmash. Gepiton ko'ngli tuz Osmon va Namat, sizlarga qarayman ko'zlarimda yosh. Bu taqdir nelarga tashlaydi bizni, biz go'yo salmida etilgan bir tosh. Do'stlarim eslayman har oqshom sahar, har subi sharqdan balqisa quyosh. She'rni o'qib bo'lib hoshirning yeniga toshni quchoqlab qiysaydim. Yerga yo'riq tushish bilan tang yuk taqimizni ko'tirishib bekatga yugurdik. Men do'stlarim bilan bir-birlab quchoqlashib xo'shlashdim. Mashinalar qo'zg'alishi bilan qizlar xo'shlashqil yetib kelishdi. Ular yog'liqlarini planlatishdi. Zulxumarning ko'zlari xiyolchan, lavlari sal tatargan. Demak, qiz hijron azobini boshlagan. Mening 5 nafar do'stim bir mashinaga tushib olgan edi. Ular mashina darvozadan chiqishi bilan tang naqshi boshladi. Mashina naqshi ovozini borgan sari bizdan yiroqlashtirmoqda. Lekin naqshining teksti doim mening qulqimning yenidila jaranglaydi. Men ketar bo'ldim yoyirim, arzim bayon aylab ketay, mehribon yor qoldi deb cho'llarda qon yig'lab ketay. Mening ko'nglim buzilib, ko'zlarimga yig'il yamash qilib turdi. Men uyat kuchi bilanla yig'idan o'zimni tutib oldim. Sizga qiyin bo'ldi, dedi Zulxumar muaralla lablarini titirtib. Lekin biz sizni zeriktirmaymiz. Kim biladi, sizmi 3-4 kundan keyin men ketar bo'ldimni aytib ma'amsiz texi. Nega ma'aman dedim men gapimni chaqchaq o'rib. Meningdan burun siz ma'ndagandek tursiz.
Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. U bugun 90ga beribla sizga xat yozadi. Zulxumar meni noz bilan asta urib qo'ydi. Menmi qiziqsinib uningga qaradim. Bechara, nimali bo'lmasin, mening gapimni oldi, dedi qiz pichirlab. Demak, ishni bechoradan boshlaymiz-da. Nimaligi bo'lsa, rahim shafqat bilan boshlaysiz. Uni ruhlantirib, pat-pat xat yozib turing. Shu chaqda bechoradan suyimlikka tez o'tisiz. Zulxumar qizirib ketdi-da, u bo'ynini bog'lagandek qilmangdi. Sizmi ularga xat yozarsiz, dedi. Mening xatim Osmonning qalbiga yelpigishlik rol o'ynaydi. Ammo sizning xatingiz uning qalbida yolqin paydo qiladi. Qo'ysangizsa, gap qilmasam xeyli kuchigili turdingiz-ku, o'zingizni nada o'qitdi ekan. Hozircha menga Urumchi kutubxonasining eshigi ochiq. Xohlagan vaqtingizda meni shu yerdan topalaysiz. Yotiqingiz-chu, endi berib so'rab boqman. Mening kunlarim rostilla kutubxonada o'tishga boshladi. Men kutubxona ochilish bilan kiraman-da, kech ko'rgacha kitob o'qiyman. Xotira yozaman. Yotiqimni kitob bilan to'lgan bir uy edi. Meni vaqtincha bir material bo'limiga joylashtirib qo'ygan edi. Men u yerdan Leylinning falsafa xotiralarining o'zbekcha nashrini tepib oldim-da, oshbola onasiga choplashgandek kitobga choplashib oldim. Kunlar o'tib, mening falsafa uchun tutgan xotiram qiynalashdi. Tarix bilimlari uchun tutgan xotiramga yangi yilnoma va bilimlar yozildi. Romanlardan ta'sirli jumlalarni ko'chirib yozgan xotiramni xeyli jiq yangi gaplar bilan to'shqan edi. Meni kitoblar va xotira yozish jalb qilib olgan, kunlarning qandoq tez o'tib ketayotganini bilinmaydi. Ha, u degicha bir hafta o'tibdi. Bir haftadan beri bir inson bilan paranglashmoqdaman. Demak, kitoblarmi odamga do'st bo'la oladi ekan. Tushlik tamoqqa chiqish uchun Nalyan kitobxonasining palampidan tushib olsam, Elanur kelib qoldi. Bir haftadan beri meni birinchi bo'lib yo'qlab kelgan odam mushu qiz bo'lgani uchun noyid xo'shal edim. Men qizni yotiqimga boshlab kirdim. Qiz yotiqimni ko'rib qoqqoqlab kuldi. "Pah, sizga qaltis e'tibor beribdi. Qarang-a, hamma yaqingiz kitob. Mundaq uyda siz turmoq to'xumu olim bo'lib chiqishi mumkin." Men oddiy bir qizning obrazli til ishlatishidan huzurlanib zo'q bilan kuldim. "Siz adabiy kitoblarni jiq o'qiydi ekansiz-da, ha?" Qandaq? Qiz chimaltak qo'lini leviga tekkizib turib so'radi. "Boyqa bir jumla so'zingiz kitobiy til." Qiz qizirib ketdi. Raziya ikkimiz Raziyalarning uyida yozliq ta'til tugagicha roman o'qiydik. Raziyadan xat keldimi? Ha-a. Noydi yaxshi. Avval taom, ondan kalam. Men tamoq akiray. Siz xafa bo'lmay 2 minut bilim oshirg'ash turing. Men qizga kitoblarni ishorat qildim-da, qoch-qo'mushlarimni ko'tarib tamoqqa mangdim. Men tamoqni ilib tezla qaytib kirdim. Yotoqda Elanur yo'q. Ustalda bir parcha xat turadi. Ustiga bir jup gul va kepinak, 2 burjikiga 2 yurak surati yasalgan holrang konvert yinida bir parcha qog'oz turadi. Qog'ozga qarindosh bilan munu gaplar yozilgan edi. Ella aka, ko'p o'ylandim. Oxiri do'stimga xiyonat qildim. Uning menga yozgan xatini yo'q xatini emas, yurak sirlarini sizga oshkorladim. Xiyonat qilishimdagi maqsad do'stimni va sizning do'stingizni baxtli qilish. Navoda maqsadimga yetalsam, bu to'kpining yermi sizning bo'ladi. Ishonaman, do'stlarning baxtli bo'lishi uchun jon kuydirgan xolislarmi baxtsiz bo'lmaydi. Hurmat bilan Elanur. 1957-yili 2-sentabr. Xatni 3 qatim o'qidim. Əmdila 17-18 yoshga kirgan Elanurning nurg'un kitob o'qigan, hissiyotli va fazilatli qiz ekanligi bilinib turadi. Qo'ldan xiyni ketmagan, biriga tikilib qarash uchun peshona tarini chuchilik yog'liqi bilan necha qatim surtadigan sodda qiz bundaq ma'nli gaplarni yozalaydi deb o'ylamagan edim. Menda birtilla Elanurga hurmat va ixlos paydo bo'ldi-da, uydan yugurib chiqib uni izladim. Lekin hech nadan topolmadim. Tamoqining muzlab ketishiga pisand qilmay, holrang konvertni ochdim va Raziyaning tonish pochirkisini ko'rib, ona maktabimni birtilla sig'indim. Ko'nglim buzildi, yig'i yamashdi. Chunki bu kunlarda do'stlarsiz miskillashib qolgan edim. Men xatga ko'z tashladim. Qimmatli do'stim Elanur, qanday ahvoling? Urumchining sap havoliq, suzuk suvliq,
gül ve kepineklerge bay, avat bayashat qo'ynida shaltinib yurib Meni o'ylab mı qo'yamsan? Heliqi kechisi birdam kulib, birdam yig'iltib, uxlatmag'inim esingdan chiqib ketmagandi ha? Yerim kechida mamuq yostiqni quchoqlab, sim karvatdan yerga domlab tushgunimcha texi. Atiyaligi sahar turib, o'g'loqdek sakrab yursan. O'sh, bo'yim o'smasa bo'ladi deb to'liq qaqshaytding. O'rimchiga berib ko'ngling ko'tarilib, bo'ying hech bo'lmaganda yana 1-2 santimetr o'sgandu. Bilib turman, sen hozir 1,80 m qarab o'rlavatsan. Chaqchaq. Mendan ahvol so'rsang salomat o'qiyapman, lekin mijozim o'zgarmoqda. Dadamning kitobxonasida yolg'iz o'ltirib, soat-soatlab xiyol surman. Ba'zida o'zimni xo'shal tutish uchun naqshimni aytib boqaman. Nemishqidir naqshining oxiri yig'i bilan oxirlashidim. Shanba oqshomlari tansi bo'ladi. Tansidanmi ko'ra mutallib bog'chisi yoki bizning maktabning keynidagi sharqdagi Shangan bog'ni yolg'iz oynishni yaxshi ko'raman. Buni albatta sana aytgan sababini bilsan. Qimmatli do'stim, uning qo'shimisi turilgan keng peshonlik, so'zlik, lekin kelishgan chiroyi 1 minutmi xiyolimdan ketmaydi. Uningga zodi nemishqa bunchalik berildim, buni bilmayman. Men uning bilan 1 yillik o'quvchilik hayotimda faqat bir qitim yolg'iz paranglashgan. U chaqda men hech kimni ko'zga ilmaydim. İttifaq komitetining shujisi bo'lgani va meni yoshlar ittifoqiga tanishtirgani uchun a'lo bilan yaqinchilik qilatdim. 10-sinfning bolalari biz 8-sinfning qizlarining kayniga kirib oladi. Muhabbat xatlari, takliflar uzilmaydi. Manga 9 va 10-sinflardagi o'quvchilarning xat yozmag'ini, taklif qo'ymag'ini noit oz. Men ularni yomon ko'ratdim. Hech qaysiga qapoq ochmaydim. Shunchalik nazarim ustun va qattiq mijozlik edim. Yolg'iz a'lolar menga xat yozmagan, taklifni qo'ymagan. Men uning alohida o'tkirligiga hayron qolatdim. Har qitimliq imtihon sinovlarda 10-15 minutda qog'oz topshirib chiqardi va ittifoq xizmatini butun vujudi bilan ishlaydi. Men uning dars takrorligini kamdan kam ko'ratdim. Bütün o'quvchilar orasida uningga qoyil bo'lmaydigan va uni hurmat qilmaydigan birmi odam yo'q edi. Dadam doim uning to'g'risida bizning uydimi so'zlab, "Qizim, a'lodak bo'l. Men mundaq sagak qollini umrimda ko'rmagan. Lenin poemasini 3 qitim o'qibla yodlab olganini ko'zim bilan ko'rdim. U 10-sinfni bitirganini bilan amaliyotda oliy maktabning o'quvchilaridan kam emas", deydi. Lekin do'stim, ashu a'lamu meningda muhabbat hissiyoti paydo qilgan emas. Uning nimasi meni jalb qilib oldi? Men uni hozir bilmayman. Aql, farosat, talant, hatto chiroyidimi u a'lodan tuvan. A'lo qandoq ajoyib ha? Oshiq bo'lsa, mana shuning bo'lsa bo'ladi. Lekin men uni hozirmi do'st va ulgu sifatida o'ylayman. Lekin uning heliqi tombalqa do'stichu, qimmatli do'stim. Halimni sana aytmay kimga aytaman? Endi bilyapman, u mening jinim bilan barobarkan. Uningsiz yashaganimdan o'lganim yaxshikan. Sana qiynalik qilman. Chunki sen o'zimga o'xshash, seningdan hech narsani aymayman. Men uningsiz yasholmayman. Tunigun ular o'qigan sinfga hech kim yo'q vaqtida kirdim. Partlarga qalam tarash bilan har xil ismlar o'yilgan ekan. Birma-bir qarab chiqdim. Eng oxirgi partlarni qarashtirganimda deraza tarafdagi o'rinda uning ismi tepildi. Men parta qapqisining ichiga o'yilgan ismni qayta sildim. Butun badanim jug'ildab ketdi. Titrab turib yuzimni yoqdim. Tunji va eng saf muhabbatim bilan so'ydim. Qimmatli Alanur, mana mushu gaplarni yezayotganimda yuzlarim lozi surtib olgandek vildab ichishmoqda. Ko'zlarimdan taramlab yoshlar quyilmoqda, bilmadim. Tunji muhabbatda hamma qizlarni shundoq azoblamdikin. Kechda tansi bo'ldi. Heliqi Bekram muallim kostyumiga sepgan attir puruqi bilan ko'nglimni o'yintib yenimda aylanıverdi. Muzika chilinmayla paqirab chashliq beshini egib oldimga ta'zim qilib turib oldi. Xo'yma to'ydim bu muallimdan. Nemishqa meni yolg'iz xiyol qilg'ili, taloq chiqib 10-sinfning bolalari bilan tikkan suvadan teraklarni quchoqliqli. Ular o'stirgan gulliklarda aylanqilli qo'ymaydigan tang. Men suvadan teraklarning yupurmoqlariday shildirlasa, gullar ostida chekatga gijildisa,
xuddi 10-chi sinfning bolalari sho'xliq bilan yotoq derazalaridan boshlarini chiqarib naqshi etayotgandek yoki ko'chalarni o'tgan kashkanlarga vaqirab chaqchaq qilishayotgandek yiqimliq va qayta takrorlanmaydigan manzara ko'z oldimga keladi. Tova, Behram muallim nemishqa meni xiyol bilan bo'lsa-mu, xushal bo'lg'il qo'ymaydigandi, u odamga o'sh bo'lib qoldim. Donay valisi chelinsila o'pkam yo'rildi. Chunki men uning bilan bir qitim Donay valisiga shundoq ko'ngillik peqirgan, to'xtamasdan zalni to'liq aylanib chiqqan. U kuni yangi yil edi. Biz orcha atrofida shunchalik aylandikki, bizga chechilgan yaltiroq qog'ozlardan qilingan yolg'on qor, bo'yinlarimizga tashlangan qog'oz lentalar, gullar shunchalik chiqki, valis to'xtaganda men nomus qilib chochlarimni qoqdim. 10-chi sinfning bolalari qo'pol chaqchaq qilishdi. Yaraysan hoshir to'ga, necha yuz ko'zdan o't chiqaribding. Odam chaqadigan hasal harisni qo'lga o'gatding. Qolganlarni aytmayli qo'yay. Men bu qo'pol gaplarni anglabmi, xafa bo'lmadim. Derazaga qarab olib, o't bo'lib yeniyotgan yuzimni olqonlarim bilan sepib, ich-ichimdan etilib chiqayotgan xushallik kulkamni oralla basaladim. Donay valisi chelinish bilan Behram muallim oldimga kelib ta'zim qildi. Nayda tezda o'rnimdan turdim. Putlarim dirildab titradi. Men qo'pol va eg'ir aynishga boshladim. Yenlik aynatdingiz, sizga nima bo'ldi, Roziya? Hech nima. Men uning hech bo'lmasa gap qilmasligini o'ylaydim. Qiyirishqandek uning savoli ko'payib ketdi. Bu yil sizda bir ko'ngilsizlik bor-ku, Roziya? Balkim bilishga bo'larmi? Men bir tilla o'pkilab yig'lavatdim va uning qo'lidan bo'shinib talaga qarab yugurdim. Sentabr ilhom va muhabbat oqshomlarga boy sentabr. Salqin shamol, suzuk havo, yo'pirmoqlarning pichirlashlari, tiniq suvlarning naqshlari jonga hajabmi orom. Men daraxtlar orasidagi yo'lanchiklik o'rindiqqa tashlandim. Sharqdan ashular va sen do'stim ketgan sharqdan kelayotgan salqin shamol yuzimdan so'ymoqda. Chochlarimni silmoqda. Mening chechilgan, parishon bo'lgan xiyollarimni elib ketib, menga xushallik va orom beg'ishlovchi aslimlarni burnimga puratmoqda. 1956-yili kash kuz, atrofni oltin rang yo'pirmoqlar qoplagan. Men kashqurun futbol maydonining sirtidagi o'rindiqda yolg'iz o'ltirib dars takrorlayotdim. Nadandir bir to'p uchib kelib miramga tegdi. Men qisib o'rindiqni quchoqlab to'xtab qoldim. Yiroqda bolalar qiqas cho'qon bilan kulishdi. Shu chaqda meningning xeyli yiroqda o'ltirib dars tayyorlayotgan o'quvchi o'rnidan turdi-da to'pqa qarab mangdi. Birdamdan keyin heliqi o'quvchi yana bir pakar diqmoq o'quvchining belikidan tutib oldimga keldi. U diqmoq bolaga qarab, "Abu so'ra, Namat, abu so'rmasang, men seni majbur qilaman" dedi. Men shu chaqda heliqi egiz o'quvchiga qaradim. U kang peshona, qapqi turilib turadigan, qo'shumi qosh, yo'g'on qo'y ko'zlari to'limi o'tliq, yeshi 20lardan oshgan bola ekan. Uning so'zi keskin va tamkin edi. Heliqi diqmoq bola duduqlab turib, abu so'rdi. "Sizni cho'chitib qo'yay deb o'rindiqni ko'zlab topgan edim", dedi titrangi ovoz bilan. "Tegib ketdi, abu qiling." "Cho'chitish nimaga zarur bo'lib qolgan edi?" Egiz o'quvchi yana so'radi. "Qarabmi qo'ymaydi, hakavur qizgan. Menga Namat", dedi heliqi egiz o'quvchi uni ketishga sharat qilib. Namat ismli bola ketgandan keyin egiz bola menga tik qarab turib mundoq dedi. "Angladingizmi, Roziya? Sizdagi mag'rurlikni qora kuch bilan yiqitmoqchi bo'lgan qaramlarmi bor ekan. Har holda ehtiyot qiling. Bu sahroliklardan sizning takabburligingiz bilan o'chilishadiganlar chiqadigan o'xshaydi." "Nima uchun o'chilishidi?" "Chunki ular siz bilan savoqdoshlikda eng qimmatli fazilat samimiylik va mehribonlik. Menda bu fazilat yo'q deb qanday hukm qila olaysiz?" Ortiqcha mag'rurlik odamning boshqa fazilatlarini xiralashtirib qo'ydi. Sizdagi samimiylik, mehribonlik tuman ostida qolgan tog' gulidek xira ko'rindi. Uni ko'rish uchun alohida o'tkir ko'z lozim. "Menga buni tushuntirishning hojati yo'q", dedim asta yerga qarab. "G'amxo'rligingizga rahmat. Bir yurtning havosi, bir o'stanning suyi bilan oziqlanamiz, lekin badanimizda har xil xislatlar yetilmoqda.
Ba'zi mag'rurlikmi kishiga qanot bo'ladi. Lekin unutmang, bunda qanot bilan uchish uchunla alohida suzuk va illiq havo kerak. Real turmushda bu qiyin. U ketdi. Men orqasidan qarab qoldim. Aniqki, u meni tanqid qilmoqda, meni saboqdoshlar bilan chiqishib o'tishga undamoqda. U nima deydi? Qizim, mening yenimga qo'lini kayniga qilib dadam keldi va yenimda o'ltirdi. Uni tanimsiz qizim? Uning ismi Hoshir, 10-sinfning sinf boshlig'i. Kallasimi ko'zimi o'tkir bola. Men Hoshirlarga bu yilni qo'shganda 3 yil til adabiyot dars berdim. 1 yil sinf tarbiyachisi bo'ldim. Qancha qadrlisi arsiydi, hargiz ularni ranjitib qo'ymang qizim. Dadam menga uyga kelguchimi a'lo bilan Hoshir to'g'risida so'zlab berdi. Men dadamni insoniy hislatning gul toji hisoblayman. Uning so'zlari boyiqi Hoshir ismli o'quvchiga bo'lgan o'shmanligimni ko'nglimdan haydab, hurmat va do'stlikning tuyg'usini paydo qildi. Shuningdan keyin men uningga diqqat qilgan bo'ldim. U kam so'z, naqshiga amroq, noyida talabchan bola ekan. Uchrab qolsa levini oralab midiriltib kulimsirab qo'yatdi va menga bir qitimmo tikilib qaramaydi. U pat-patlab pushtakni tishlab, oshxona oldidagi palampayda paydo bo'ladi. Oshxonaga kirishga oldirayotgan 5-600 o'quvchiga qo'shimizni turib qarab jimjit turadi. Ondan pushtakni birla chalatdi-da, qaysisini biratlik tizilsa, shu kiradi degan oddiy so'zni aytib qo'yib, xotirjam turaveradi. O'quvchilar uni hurmat qilg'ashqa o'zligidan tizilib oshxonaga kiradi. Uşaq o'quvchilar bo'libmi qizlar uningdan qo'rqadi. Menchu nimishqidir uningga bolalar orasida turib tikilib qaraydim va uni uzoq ko'rishni xohlaydim. Bu xolashning meni bugungi holga keltirib qo'yishini bilgan bo'lsam, bugungi azoblar ana shu xolashning davomi ekanligini sezgan bo'lsam, Xudo haqqi oshxonada tomoq yemagan bo'lardim. Uning bilan so'zlashish istigi yoshirin kuch bo'lib ichimni tatlab yurgan kunlarning birida men uni daraxtlar orasidagi heliqi o'rindiqda xiyolchan o'ltirgan holda ko'rdim. Bu 1957-yili may oyining oxirlari. Bog'lar chechak bilan to'lgan, bulbullar rosa sayrashayotgan, butun shaharni chechak va seringul purqi qaplagan chaq edi. Men qaysarlik qilib uning yoniga o'ltirdim. U cho'chib ajoyib o'tliq nazar bilan yalt qilib qaradi-da, o'z tabiatiga yot holda muloyim va illiq kulimsiradi. Keling Raziya, bu kutilmagan xo'shallik bo'ldi, dedi u midirlab qo'yib. Men hozirla sizni o'ylab o'ltiratdim. Qaysi ma'noda deganligini surishtirmayla, men g'o'diqib ketdim va yuzlarim höpildab yenishga boshladi. Sizmi? Ishonmamsiz, 4-mayda Yoshlar ittifoqiga o'tdingiz. Mavsumliq choraklik imtihonlarda a'lochi bo'ldingiz. Uning ustiga boya tam gazetda sizning ajoyib she'ringizni o'qidim. Sizga kim qoyil bo'lmaydi? Menga lozimi bu so'zlar emas edi. Mening darhol ra'yim qaytdi-da, sizni adabiyotga bek yaxshi deydim. Menga Pugachev obrazini taklif qilib bering. Biz yaqinda Pushkinning kapitan qizini taklif qilish kechiligi o'tkazmoqchi. Menga Pugachevni taklif qilish yuklandi. U naydi xo'shal bo'lib ketdi-da, Pugachevning mo'nu so'zlarini she'r o'qigandek yodga o'qidi. Lochin qushlarni tutib, qini muzlimasda yeydi. Orallar 3 yil yashaydi. Quzg'un chirindilarni yeydi. Necha 100 yil yashaydi. Men lochin bo'lishni xohlayman. Hargiz quzg'un bo'lishni xohlamayman. U bu so'zni deb bo'lib, mening ko'zimga yalt qilib qaradi-da, oldirmay so'zlab ketdi. Mana bu so'z Pugachev obrazining ixcham xarakterlanishi. Uning fikrlari shunchalik aniq, obrazliq, tili shunchalik ixcham, hissiyotliq, ovozi shunchalik muloyim va yiqimliq. Men uning bilan kitob va obrazdan holqib chiqib inson xarakteri, fazilat, g'oya, ilm-fan qatorliq masalalar to'g'risida toki takrorga qo'ng'iroq chilinguncha paranglashdim. Men hech qachon shu kundagidek ruhlanmagan, hech qachon shu kundagidek ilhom va ta'sirotga ega bo'lmagan edim. U kitoblardan, turmushdan, hayot to'g'risida, yashashning ma'nosi to'g'risida shunchalik ko'p va kuchli so'zlarni naql keltirib so'zladiki, og'zim ichilib qoldi. Men yildan-yilga tortman. Vujudim bir xil tushunib bo'lmaydigan illiq tavrinish bilan shuncha mas bo'ldiki, uningga yo'linib o'ltirish
quchuqiga tashlanishdan o'zimni oralla tutib qololdim. Jinim Alanur, shu kundan boshlab u mening xiyolimga, uyqumga, butun harakatimga aralashib oldigan bo'ldi. Dars tinglab etibmi, tomoq yeb etibmi, shuningla o'ylaydigan, shuning bilan so'zlashadigan bo'lib qoldim. Men shu kunlarda uning bilan uchrashishni kundalik turmushimdagi eng xo'shallik ish hisoblagan edim. Masalan, o'g'illar yotiqidan o'quvchilar varang-churang bilan oshxonaga mangdi. Men uning naqshi yoki ovozi anglanguncha yotoq derazasida yoki koridorda yo'qolan bahonalar bilan turib olaman. Uning ovozi anglangandan keyinla palambayning ikki baldoqni biri besib oldirab tushaman. Uni ko'raman, u menga qarab kulimsirab qo'ydim. Men darhol yerga qarayman va mag'dur silinayotgan oyoqlarimni ehtiyot bilan yo'tkayman. Mana bu mening uchun cho'ng rohat, hatto baxt. Men sirtdan ko'zlab uning barliq harakatlarini bayqab bo'ldim. 6-soatdan keyin u voleybol maydonida 1 soat voleybol o'ynaydi. Men u chaqda daraxtlar orasida kitob o'qigan bo'lib, betlar orasidan uningga qarayman. Tamoqqa 1 soat qolganda u qiroatxonaga kirdi. Men uningdan 5 minut burun kirib jurnal ko'raman. U qo'shimizni turib olib, kitobga qattiq qadildi, xotira yozdi. Men bo'lsam, noyda ehtiyot bilan uningga tikilaman. O'ylig'ini Alanur, men nimanchi bechora, nemishqa boshqa qizlardek erkin muhabbatlasholmayman. Uningga o'zimni azoblayotgan narsani bildirishim, uning muhabbat tuyg'usini qo'zg'ishim, boshqa qizlardek shanbalarda billa sirtqa chiqishim, qong'icha so'zlashishim, naqsha etishim va billa yurishim mumkin-ku. Lekin qizliq, or-nomusim, insoniy g'ururim buni yo'l qo'ymadi. Ochiq paranglashadigan nurg'un fursatlar kelgan bo'lsa-mu, men o'z hayotimni sun'iy yo'l bilan yepib, uningga so'g'uq va qo'pol muomala qildim. Do'stim, biz qizlar ana shu yasalmalik qizlik iffat nomusning azobi hisobiga tez qerib, tez tugishib ketadi ekanmiz. Oqshom heliqi o'rindiqda uzoq o'ltirdim. Meni mushuncha xiyolchan qilib etgan, oxir mening yo'shirin va oshkora qilgan talablarimga pisand qilmay, shuncha yiroq yerlarga shon sharaf izlab ketgan rahimsiz tosh yurakning o'ltirgan joyiga o'zimni tashlab, ichim pushqicha yig'ladim. Mana bugun sana bu xatni yezyapman. Oqshomqi yoshlarning saqindishi texchilar ko'zlarimdan to'kilmoqda. Qimmatlik baxtlik do'stim Alanur, sana bu gaplarni deb bo'lib, oxirga Navoiyning she'rini qistirib qo'ydim. Ko'rgili husningni zoru mubtila bo'ldim sana, na baloliq kun ediki oshna bo'ldim sana. Qimmatlik do'stim, Navoda ili darul muallimdan ketgan 6 o'quvchi bilan uchrashib qolsang, ular bilan qo'l elishib ko'rish mening uchun hammadan egiz, hammadan qopqiyomonning qo'lini chingroq siqib qo'y. Sirimni shundoq bir sanduqqa solginki, qulubi ichilmaydigan bo'lsin. Uni ochadigan ochqush faqat mening qo'limda bo'lsin. Shundoq qilmasang, do'stingga xiyonat qilgan bo'lsan. Nurg'un insonlar noiti go'zal orzularni go'riga elib ketadi-ku. Men bu sirimni u dunyoga elib ketmoqchiman. Seni quchoqlab suyman. Baxtsiz do'sting Roziya. 1957 yili 24 avgust. Xatni o'qib bo'lib, o'rindiqda uzoqcha behush odamdek o'ltirib qoldim. Xuddi oldimda hilla bir cho'ng poycha bo'lib o'tgandek, men go'yo shu poychaning guvochisidek ko'nglim g'ash, bunchalik bularni bilgan bo'lsak, Roziyani baxtli qilish uchun Hoshirni g'uljada qoldirgan bo'lardik. Mening rahimdil do'stim Roziyaning o'zi uchun bunchalik azob tortganini bilgan bo'lsa, jazman Roziyani beshiga ilib ko'targan bo'lardi. Xiyol bilan uzoq o'ltirdimda, o'rnimdan tastib turib, albomni oldim. Albomda bütün savoqdoshlarning rasmlari va yezib qoldirgan xotira so'zlari bor edi. Xatni Hoshir bilan Roziyaning surati bor yerga qistirib qo'ydim. Hoshirning suratiga qaradim. Uning hilla tilib etadigandak ko'rinadigan chiroyidan mehr shafqat va chunqur do'stlik muhabbati sezdim. Roziyaning miyiqida kulib turgan chiroyida bo'lsa, bir xil yo'shirin miskinlik va ko'ngli yerimlikni sezdim. Qizning kulki o'ynab turgan lavlari hozirla echilib, sening naring aqlliq, men shuncha dardni ichimga yutib, xuddi hech nima bo'lmagandek sizlar bilan xo'shal xo'ram chaqchaq qilishdim. Sen hech narsani sezmadingmi? Navoda sezgan bo'lsang, do'stingga xabar qilgan bo'larding. Buning bilan mening azoblarimni yengillatgan bo'larding.
dəvət edəndək qılıb duratdı. Düşdən keyinki bütün vaqtim Raziya bilan Hoshirni o'ylash bilan o'tdi. Faqat oqshomla kitob o'qishga o'ltiraldim. Ertasidan boshlab 3 kungacha midirlamay ketib kitob o'qidim. 4-kuni meni kadrlar bölümüge chaqirdi. 5 minut kutib turing, dedi hilqi kadr sirqi minib. Muhim bir ish bor, chiqib ketmang. Men gazet o'qishga kirishib ketdim. Qisqa maqolalar qiziqarli tuyuldi. Maqolalar orasida ba'zilarining takliflari bor edi. Men bu hukumat xizmatiga berilgan takliflar orasida yozma boyliqlarni yig'ish, tadqiq qilish xizmati tashlanib qoldi degan mavzuliq bir maqolani o'qidim. Taklif berguvchining familiyasi Savutov edi. Bizning ma'lummi nima deb o'ylab turishimg'ila eshikdan Savutov kirib keldi. U qizg'inlik bilan qo'llarimni siqib, "Men o'ylagandek bo'pti. A'la, tabriklayman. Bu tozmi kelgan yeri", dedi soatiga qarab qo'yib. "Ha, biror odamni kutib turyotamsiz? So'rab oldigan bir ish chiqib qoldi. Yuring, bu yerda so'rg'idek hech ish yo'q. Ma'rif nazoratidan bizning idoraga almashtirishni o'zimiz to'g'rilab olamiz." Hoshirning ketib qolganini qarmamdigan rosa tadqiqot xodimi chiqatdi uningdan. "Hey, estay, u oz so'zlagan bilan ko'p o'ylaydi. Jiq gap qildigan, birmi gapiga ega bo'la olmaydigan odamlar jiq. Undaqlar to'mirni so'z bilan so'yiqlashtirib, shatroq loy qilib etadi. Dunyoda eng zerikishlik ish mana mushundaqlarning gapini anglash." U meni qizg'inlik bilan qo'ltiqlab taloq tortdi. Men heliqi kadrni kutishga qaraganda Savutovning so'zini anglab olish foydali deb qardimda, qarshilik bildirmasdan uning bilan mangdim. Men bu odamga qattiq e'tiqod bog'lashga boshladim. Uning so'zlari mening uchun bahosiz bilim va boylik bo'lib tuyuldi. U nima demasin, men ko'nglimda haqiqatan mushundaq bo'lishi lozim deb o'ylaydigan bo'ldim. Xuddi yangi tili chiqqan bolaga onaning so'zi birdan-bir haqiqat bo'lib tuyulgandek, Savutovning og'zidan chiqqan so'z mening uchun qonundek bilindi. Men uning ta'siri bilan umr bo'yi Uyg'ur adabiyoti tarixini tadqiq qilish, to'pi besib yotgan divan, qomus, to'plamlarimizni tezroq xalqimiz bilan yuz ko'rishtirish, unutilishga boshlagan boy miroslarimizni xalqimizga ko'rsatish orqali xalqqa ilhom, ishonch paydo qilish to'liq ma'nlik degan xulosaga kelgan va o'z hayotimni mushu ishga sarf qilishga bel bog'lagan edim. Men Savutovdan so'radim. "Savutov apandi, men bu yil 19 dan 20 ga mangdim. Agarda 20-30 yil tirishsam, arab, faris tillarini, hanzu, rus til adabiyotini o'rgansam, adabiyot tadqiqoti bilan ishsam, bir natijaga ega bo'la olarmanmi?" U menga burilib qaradi. Uning yo'g'on, xiyolchan ko'zlarida mehr-muhabbat ushqunlari ko'rildi. "Butunlay mumkin", dedi u qizg'inlik bilan. "Balki unchalik vaqtmi ketmas. Siz 10 yilga qolmayla xeyli tamlik meva beralaysiz. Ulug' odamlarning to'lisi 30 yosh bilan 40 yosh oralig'ida cho'ng-cho'ng ishlarni qilib o'tgan-ku. Men sizni yuzma-yuz maqtab xo'shal qilishni ziyonli hisoblayman. Jafoliq emgaksiz talant tarixining meva bermaydiganligiga ishoning. Men sizga bekorla ixlos qilib cho'rgilab yurganim yo'q. Sizdan natija kutishga bo'ladi. Men sizlarga psixologiya o'tganda Hoshir hikoyalarga diqqat qilgan. Siz endi uzun vaqt mening bilan birga bo'lasiz. Birga o'rganimiz, birga izlanimiz enim. Qalisi jaranglab turadigan bir necha yuz odam izlangandala bizning adabiyotimiz nimjon holatdan jonli holatga o'zgaralaydi. Bilib qo'ying, bu nimjon adabiyotni qutqizish bir do'stingizni o'limdan qutqizgandan muhim. Savutov ikkimiz uzoqcha ko'cha aylandik. U dong olimlar, adiblar to'g'risida qiziqarli hikoyalarni so'zlab berdi. Uning hikoyalari mening uchun yangilik bilim edi. Men ko'nglimda Savutovchilik bilim egasi bo'lishni shon-sharaf deb o'yladim-da, "Savutov apandi, qanday qilsam tezroq ilgarilayman? Bilim o'rganishda qisqa yo'l bo'lamdi zodi?" deb so'radim. Savutov kulib qo'ydi va beshini asta irg'itib, "Bilim xuddi kiyimga qo'ngan changda ko'rinmay qo'nadi, asta-asta qiynalishidi. Bir kechada bilimlik bo'lib olgan birormi odam bo'lmasa kerak. Uzluksiz tirishchanlik, bilimga bo'lgan kuchlik tashnalik bo'lsa, kunlar, yillar o'taverdi-da, siz bilgan narsalar ko'payaverdi. Bir atalg'u, bir raqam, bir ko'plit she'r, bir jumla so'z,
bir tərcümal, bir yilnamə, bir kitabның mavzusi, bir məşhur adamның ismi. Mana muşlarning hammasilar bilim, ijtimoiy fan, mana mushundaq narsalarning yig'indisigu. Shundaqdimi bilim o'rganishda puxta, izchil va bosqichliq bir jarayon bo'lishi lozim. Meningcha siz yaqindan yiroqqa mening. Masalan, bizning yozma adabiyotni o'rganishda Molla Bilalning G'azaliyat, G'azot dar mulkichin, Changmuza Yusufxon nozugumlaridan Molla Shokirning Zafarnoma sidan boshlang. Bu asarlarning tili hozirgi tilga yaqinroq, arab faris atalg'ulari ozroq. Bularni puxta o'rgangandan keyin Nizari, Zallili qatorliqlarga o'ting. Demak, maxsus arab faris tili o'rganib, ondan keyin bu asarlarni o'qiyman deyishning hojati yo'q. Chag'atay tili deyiladigan tilning aloyidligi sizga mushu yo'l bilan o'zlashaveradi. 2-3 yildan keyin faris tili o'rganishga, 5-6 yildan keyin arab tili o'rganishga o'tsangiz bo'ladi. Mana bu bosqichda umumiy asarlar bilan tanishing. Ikkinchi qadamda asarlarni birma-bir tutib tadqiq qilishga, ilmiy yakun chiqarish yo'lida izlanishga o'tsangiz bo'ladi. Xanzu, rus tillarini har kuni ma'lum vaqt chiqarib, planli holda puxta o'rganing. Yoshlik, o'rganish, izlanish davri. Bu chog'da egillagan bilim bu bo'yiqi o'ngmas, g'o'li chirmas, cho'ki oltindek bilib bo'lalaydi. Ishinaman, siz turma, jazo, qiqilish so'qilishlarni balki ko'rmaysiz. Biz 10 chamdagan yerni siz bir chamdaysiz. Agar yo'lni oz bossiz, o qadamni puxta avaylab besing. Tamanna oldiraqsanlikdan, ilm ahliga yotqiliqlardan ner bo'ling. Hayajonlanib qoldim. Qani yuringa oz to'ldinchi jayli dedi. Men uning suhbati va qizg'in taklifining kuchi bilan xeyli ichib qo'ydim. U menga Uyg'ur klassik adabiyotidagi asosli asarlar va ularning aloyidliklari, turmush, to'g'riliq, qiziqarli va ahamiyatli hikoyalarni so'zlab berdi. U turmush to'g'riliq so'zlaganda Jungu va chet el yozuvchilaridan shunchalik qiziqarli misollarni ilib so'zladiki, men bu gaplarni 10 yillik maktab hayotida o'qituvchilar bilan qilishgan suhbatlarimda anglab baxmagan. Men oldimda o'tirgan muni qora qumchaq, shalang chash, xiyolchan ko'zlari ko'pincha bir nuqtaga qadilib turadigan odamni tangdassiz ilm egisigan deb qaradim. Uning bo'lgan hurmatim texmashdi. U meni ma'rif nazoratiga uzitib keldi. Men yana kadrlar bo'limiga kirdim. Yaxshi qilmadingiz, dedi kadrlar bo'limining heliqi xodimi xafa bo'lib. 2-3 minut kutib turing degandim-ku, siz to'p-to'g'ri 3 soat kutkizdingiz. Men savutib to'g'riliq aytib berib edim, u qo'shimizni turdi. Uning gazetdagi taklifini o'qidingizmi? Noiti zaharlik. Foydali taklifku u. Nima? U menga xuddi beshiga sovuq suv qo'yilgandek cho'chib qaradi. Yozma boyliqlarning tashlanib qolgani rostku? U menga alaydi. Gazetga besilsalar rost bo'lamdi? Xatarlik. Savutovning qiniga singan zahar sizlarnikiga singmagan tuzuk. Lekin o'zinglar purab yurib topsanglar, buning mayli. Savutov haqida izohat berishning hojati yo'q. O'zingiz balki keyincha naq mushu gazetni o'qib olarsiz. Fukam ala, yuring. Men sizni mehmonxonaga olib Majurin. Mudir. Bu atalg'u shu davrdagi til aloyidligi bo'yicha ilindi. Tarjimondan bilan tanishtirib qo'yaman. Kim demsiz, siz boradigan oliy maktabning bir mas'uli. U kishi bir hafta talishib yurib, sizni bizdan tortib oldi. 3 yil o'qitqudak, ondan keyin oliy maktabga dars bergudaksiz. Nimadan dars bergudakman? Ashu Savutov aytgan, ko'milib qolgan adabiyotdan xushalmisiz? U mening ko'zimga qaradi. Men xushalligimni yushira olmadim. Rahmat sizga. U gap qilmayla meni sirtqa boshlab mangdi. 2 kundan keyin ishkirga mangdigan bo'lib, mehmonxonadan qaytib keldim. Әдісі әтігенлігі рәсмиет өтідім. Yol xarajati uchun xo'jalik bo'limidan menga 183 yuan pul berdi. Shu kunlar meni Lavma o'zi turgan mehmonxonaga ko'chirib ketdi. Lavmaning uyg'urcha ismi Kamal edi. U kamsiz, o'tir bo'y, qo'sh yengak, oq yuzlik, so'lalik odam ekan. U gap qilganda paqirab turadigan maylig'anlikdan qapqara shalang chechini olqini bilan silab turadi. U o'zini menga tanishtirdi.
Lavma 1935-yili Sovet İttifoqiga Toshkentga o'qishga chiqib, tarix fakultetida o'qibdi. 1937-yili Shinjongga qaytib kelib, Ili gimnaziya, Urumchi o'tir maktablarda o'qituvchi, ilmiy mudir bo'ldi. 1942-yili Shingsayning turmasiga kiribdi. 1943-yili turmadan chiqib tarjimon, tahrir va maktab mudiri bo'lib ishlabdi. 1951-yili Jungo Kompartiyasiga a'zo bo'ldi. U Uyg'ur va rus tillarini bildigan, adabiy asarlarni jiq o'qigan ekan. G'arbiy Shimol Millatlar instituti qurilgandan keyin u Lanjuga berib, bu maktabning til fakultetining mudiri bo'lib ishlab etibdi. U talabchan, samimiy odam ekan. O'tir maktabni tugatish biz milliylar uchun cho'ng ish, dedi u chechini silab turib. Lekin madaniyatlik millatlar uchun bu har bir puhraning burchi. Demak, ukam, sen haqiqiy bilim uyiga amdi kirsan, dehqon bolasi ekansan, havasning keyniga kirmabsan. Bu tarping yaxshi. Doim shundoq bo'l. Bilim ahli halovatga intilmaydi. Umr bo'yi jafo tortadi. Bu tarbiya dehqonga o'xshaydi. U meni ishkirga mangdigan 40 necha o'quvchiga mas'ul qilib qo'ydi. Atdiganligi Lavma meni o'quvchilarga tanishtirdi. Men o'quvchilar bilan tanishdim. O'quvchilarning ba'zilari mendan xeyli cho'ng, uning ustiga kostyum burulki kiyib ketib olgan yigitlar, shapkasining oldidan po'rak chochlarini chiqarib olgan men dematlik bolalar, chochlarini budir qilgan, yuzlariga girim qilgan cho'ng-cho'ng qizlarni o'ltirishatdi. Men ho'dig'ib ulardan ko'zimni qochirdim. Birdilla orqa o'rindiqda o'ltirgan ikki chiroyli qizni ko'rib qoldim. Ulardan biri meni ko'rsatib, yenidagi qizning quloqiga pichirladi. Qiz chiroyli lavlarini purishtirib, meni kamsitish ma'nosida ishorat bildirdi. Men u qizni darhol tanıdim. U Vutayda biz ko'rgan Guzala ismli takabbur qiz edi. Hoshimni uni ko'rsatib, burjuy degini darhol yodimga keldi. A'lo sizlarning boshliqinglar, dedi Lavma tanishtirib bo'lgandan keyin. Sirtqa chiqsanglar a'lodan ruxsat so'raysizlar. Kech soat 9:30da yo'qlama qilindi. Kechikkanlar surishtirildi. Sizlar endi G'arbiy Shimol Millatlar institutining o'quvchisi, bildinglarmi? Kim oliy maktab o'quvchisi degan nomga loyiq ish qilmasa, bizning uni bu nomdan mahrum qildirish huquqimiz bor. Lavma chiqib ketgandan keyin biz o'g'inish qildik. Men pat-pat heliqi chiroyli takabbur qizga qarab qo'yman. Bu qarash qiziqishdan emas, balki uning bilan bo'layotgan ishki kurashning kuchligligidan ekanligi aniq edi. Qiz bir qitimmi menga qarab qo'ymadi. O'g'inish oxirlashganda o'quvchilar meni qurishib oldi. Güzalay bo'lsa, beshini tik tutib, qayrilib qo'ymasdan do'stini qo'ltiqlab oldimdan o'tib ketdi. Yuragimning cho'nqur yerida muni behuda xiris qilg'uchiga nafrat paydo bo'ldi. Bu nafrat o'timi xuddi muhabbat o'tidek meni qiziqmoqda edi. Endi mening turmushimga yangi bir mazmun kelib qo'shildi. U bo'lsa-mu, muni takabbur qizning kamsitishlariga taqobil turish istagi edi. Men o'g'inishdan keyin aldirab ma'rif nazaratiga Savutov bilan ko'rishish uchun mangdim. Savutov menga ilib kelgan kitob va lug'atlarni kadrlar bo'limidagi heliqi xodimga qoldirib qo'yib ketib qopti. Bu kitoblarni olmay dedim. Savutov ching turib oldi. Qarsam xeyli cho'nqur do'stlik munosabatinglar bor o'xshaydi, ukam, dedi kadr. Endi ochiqini aytib qo'yay, uningdan o'zingizni torting. Uning nurg'un umri turmada o'tdi. Buningdan keyin yana turmaga kirishi mumkin. Bilamsiz, u sepi o'zidan panturkist. Bu gaplarning menga aloqasi yo'q, dedim men e'tiroz bildirib. Men uning bilan siyosiy masalalar to'g'risida so'zlashganim yo'q. Men uning adabiyot va tarix ilmlari sohasidagi mo'l bilimiga qiziqaman. Uni mushu sohada hurmatli ustoz hisoblayman. U alqalari orasiga enkini qo'yib olib, mening ko'zimga qaradi. Aql odamlar nodon bo'ldi degan so'z rost o'xshaydi, dedi u jiddiy qilib. Uning ashu adabiyot tarix to'g'risidagi bilimlari ichiga siyosiy ko'z qarash to'lgan emasmikin? Tushunmadim, dedim xafa bo'lib. Aytaylik, Uyg'ur adabiyoti tarixini tadqiq qilishning vatanimizning madaniyatini betish roli bor. Uning siz degan siyosiy masalaga qilcha aloqasi yo'q. Ilm-fan o'z qonuniyati bo'yicha rivojlanish lozim. Valanki izdinish, selishtirish, tadqiq qilish fanni rivojlantirishning bir qonuniyati. Bu qonuniyatni qo'rqinchli bir narsaga aylantirib olish nihoyat ziyonli. Nodon bola kadr qo'llarini shiltidi.
burniga suv kirmagan go'dak. Sizlarni oyashning yo'li albatta nasihat qilish emas. Ancha muncha burninglarga suv kirganimi tuzuk. Gap shu, sizning biz bilan qildigan ishingiz tugidi. Savutu bilan endi bu yerda ko'rishning o'rni qolmadi. Adresi demsiz, menga aytib bermadi. Men Savtub to'g'risida o'ylaydigan bo'lib qoldim. Bayqi kadr aytgandek ish bo'lsa, navoda Savtub ilm to'g'risida qilgan so'zlari adabiyot tarix tadqiqoti ustidagi ko'z qarashlari uchun siyosiy javobgarlik tortilsa, uning uvol bo'ldi-da. Men bu gaplarni Majurunga aytdim. Majurun kulib ketdi. Men seni qo'llayman. Navoda bizning ilm-fan ishimizning taqdiri bayqi kadrga o'xshaganlarning qo'liga qolsa, yo'l torlishadi, hatto bo'g'iladi. İlim-fan gulzori quruydi. Buning xalqqa, davlatga ziyni nihoyatda zo'r bo'ladi, dedi va salmoqliq bilan. Men har qancha qilibmi Savtub bilan ko'risholmadim. Biz deganda mangmoqchi bo'ldik. Men Majurunga ma'rif nazorati yo'l xarajati uchun bergan 183 yuan pulni tangladim. Yo'l xarajati va qatnash puli edi, dedim men. Endi buni sizga topshirmasam, kimga topshiraman? Olgan yeringga topshir. Dedi lama, bu pul bizning hisobimizda yo'q. Men ma'rif nazoratining moliya bo'limiga kirdim. Ahvolni tushuntirib pulni ustalga qo'ydim. Bundaq rasmiyat bizda yo'q, dedi oqchash buxgalter xafa bo'lib. Chiqim qilinib bo'ldimi bo'ldi. Kimga bersang shuning bergin. Men bu pulni ola olmayman. Men bilet olmaydigan bo'ldim. Menga bu pulning lozimi qolmadi. Lozimi qolmasimi bu sening puling. Men bu pulni ola olmayman. Buxgalter menga tikilib qaradi-da, rastla almamsan, dedi u ko'zlarini chekchaytib. Undaq bo'lsa akelgan pulni ömrümdə sana o'xshash ahmoqni tunji qitim ko'rishim. Mang, mushundaq ahmoq bo'lgan bo'lsang, oxir divoni bo'lasan. U pulni tortmasiga soldi. Men yeniklab qoldim. Chunki bu hukumat puli xelidan beri yanchiqimda cho'g'da qo'rqinchli bo'lib turmoqda edi. Ertasi biz mashina bilan Urumchidan yurib ketdik. Do'stlarim yurtim borgan sari yiroqlashmoqda. Mashina Davanchingdan o'tgandan keyin meni yolg'izlik chirmab oldi. Men Janubiy Shinjongga ketgan do'stlarimni pat-pat xiyolimga aralashib oldigan Roziyani, ilm-fan cho'qqisiga da'vat qilguvchi Savutovni nihoyat qattiq seg'inish bilan esladim. Men mashinaning oldi tarafidagi yolg'iz o'rinda bolalarga qarab o'tirman. Pat-pat heliqi takabbur qizga qarab qo'yman. Oqshom Urumchidan ketadigan oqshimi uning bilan oshkora deyishib qoldik. Bütün o'quvchilar rasmiyat qog'ozlarini menga topshirib bo'ldi. Yolg'iz ashu qizlar qolgan edi. Men kech soat 10 gacha kutdim. U qiz kelolmadi. Men uni qoldirib qo'yishni aytish uchun Majurning yotiqiga mangdim. Shu chaqda chamadan meva-cheva ko'tarishgan ikki qiz va o'ziga o'xshash chiroyli bir yigit bilan Go'zalay kirib keldi. U menga qarabmi qo'ymay yotiqiga mangdi. Men uni tishimni ching tishlab sabrchanlik bilan kutdim. U mehmonlarni uzitib bo'lib, bir soatdan keyin g'ingshib naqsha aytib kirib keldi. Go'zalay u cho'chib qo'shimizni turib menga qaradi. Yoshlar ittifoqi tanishtirishlaringizni menga beramsiz? U gapmi qilmay yotiqiga kirib ketdi-da, birdamdan keyin chiqib mening oldimdagi ustalga u narsalarni tashladi. Men o'zimni tutib ola olmadim. Meni hurmat qilmasangiz mayli, men bunga muhtoj emasman. Lekin Mono Yoshlar ittifoqining a'zosi degan xat yozilgan aloqani hurmat qiling, singlim. Nemini hurmat qilishni o'zim bilaman. Siz uda 3 oqshom soat 10 dan keyin keldingiz. Bir qitim ruxsat so'ramadingiz. Lekin men bu so'zlarni surishtirmadim. Nimaga shuncha ranjaysiz? Nima deb ranjibdiman? U menga olib qo'yib qo'pol javob berdi. Ovozingiz chiroyingizning butunlay aksicha, dedim men g'azabimni ichimga yutib. O'quvchilar qoidasi bo'yicha ish qilishni menga topshirmagan bo'lsa, rostla mening siz bilan paranglashishga maylim yo'q edi. Shuncha qo'pol muomala qilishga mening qaysi aybim majbur qilyotdi? Yaramagan bo'lsam qoldirib qo'yinglar, dedi qiz texmi qo'pollik bilan. Menmi bundaq o'qishga xushtar emasman. Bu talabingizning menga hech aloqasi yo'q, dedim men so'g'uqlik qilib. Yaxshi tush ko'ring, qattiq gap qilib qo'ygan bo'lsam, afv qiling. Men o'rnimdan turdim. Qiz bir nima demoqchi bo'lib, menga yalt qilib qaradi. Mana hozir mashinada ketib berib, yana do'stlarim Roziya, Savutov va nanalarga ketishgan saboqdoshlarim borgan sari yiroqda qelayotgan yurtim to'g'risida xiyol suraman. Ba'zida oldimdagi bolalarga va tug'ma chiroyli bo'lsa-mu, menga hammadan takabbur ko'rinadigan Go'zalayga qarab qo'yaman.
Qiz bir jaynikini yo'lanchiga qo'yib, yelpinib turgan qora budur chochlari orasidagi beshini sal egib xiyol bilan ketayotdi. Men o'yladim, bo'pti, sizni kechiray. Balki sizmi roziyadek bir yigitga ko'ngil bergansiz, uning alimi sizni qo'pol, terikak va xiyolchan qilib qo'ygandi. Ey yoshliq, ajab go'zalsan-da. Xo'shalliqingmi, xofliqingmi ajab yarashimliq. Bizni nanalarga elib ketayotganmi? Alla nimalar to'g'risida xiyol qilishga majbur qilayotganmi? Mushu yoshliqku. Men o'z hissiyotlarimni qadrlaganimdek, boshqalarning nozik hissiyot, yoshirin sirlarini hurmat qilishim lozim emasmi? Qizdan hurmat va yaqinchilik talab qilishga nima haqqim bor? Balki o'z qarashlarim bilan uning shirin xiyollarga daxli yetkazayotganman. Uningga qaramay, men ko'zimni cho'chak va g'uljadan kelgan sho'x yigitlarga yo'tkidim. Rafiq, Tursun, Kamila. Jirlanglar, qini bir jirlanglarla. Bu uzun safarni naqsha, jir bilan tugatmasak, xiyol bilan beshimiz qaytib ketadigan o'xshaydi. Rostini aytsam, men bu gapni o'zimga qartib aytdim. Sho'x Kamila naqsha boshladi. Naqshaga hammamiz degidek qo'shildik. Shopurmi jonlanib vaqirab qo'ydi. Yolg'iz go'zal ayla beshini changalab xiyol bilan ketib o'tadi.